Mana hozirgi ko'rsatmoqchi bo'lganim ko'cha san'ati Germaniyada. Har xil tilda salom beryapti. Bunaqa san'at birinchi Italiyada paydo bo'lgan. Commedia dell'arte deb nomlangan. Keyin butun Yevropa bo'ylab tarqalgan. Ta'zim qilyapti o'zbekchasiga. Har xil tovushlar. Buni qizig'i ismini bilmaysiz, kimligini bilmaysiz. Mana bu yerda uni maoshi pastda. Har xil harakatlar bilan jonli ijro qilyapti. Mana kayfiyatini ko'taryapti. Odamlar ham reaksiya bildiryapti. Germaniya mana shunaqa san'at ajoyib kayfiyat ko'taradi. Germaniyada ham rivojlangan ko'chalarda, ayniqsa 1970-yillardan keyin Berlinda bu bir ko'cha san'ati rivojlangan. Buni Yevropaning har xil davlatlarida ko'rasiz. Germaniya, Italiya, Fransiya va boshqa joylarda. Mana hamma salom berib gaplashib ketyapti. Bunda qobi borligi uchun hamma tanimaydi, kimligini bilmaydi, lekin kayfiyatni ko'taradi. Ko'rkam odam san'atni ko'chada qanday qilishni ko'rsatib beryapmiz. San'at faqat sahnada emas, ko'chada jonli degan modda.